Bugün tabii ki Allah'tan noyabr ayındaki navbatdagi uchrashuvimizni ochib kesakdan keyin sizlarga qisqacha men tabii ki Alloh yaratgan cho'nlar bo'yicha dasturlar bo'yicha berilgan kreditlarni tushuntirib bersam, keyin murojaatlaringiz bo'lsa yozib olamiz. Bo'ladimi desam? Prezidentimiz 2024-yil Bakalım 312 sağlık kararına yasasan, yuridik şahslara kredi ajratilishi belgilangan. Bu yerda 7 yilga 100 milyon so'mgacha garovsiz, 300 milyon so'mgacha ta'minot bilan beriladi. Ta'minot deganda natural bino yoki mashina bo'lishi mumkin, boshqa ish qilib ta'minot garov qo'yib bo'ladi. Navon binongiz bo'lsa ham qo'yishingiz mumkin. Ya'ni mashina bo'lishi mumkin, uy bo'lishi ham mumkin. Uy bo'lsa faqat bizda 17 sonli so'raladi. Bu yerda bu garovga qo'yishda ikki joyingiz bo'lsa birisini qo'yishingiz mumkin. Endi xususiy banklarda hozir bu nelarni mumkin? O'zini yashab o'tirgan joylar, lekin faqat bu yerda propiskaga ishim bo'lmasligi kerak. Shart shunday. 312 sonli qarorda bu yerda asosan tadbirkorlarga yuridik shaxs sifatida 1 yil davomida siz faoliyat yuritgan bo'lishingiz kerak va keyingi sharti oborot qilgan bo'lishingiz kerak. Şu holatdagina sizlarga 20%dan kredit ajratilishi belgilanadi. Faqat buni qo'shimcha 25-yilda o'zgarish kiritildi. Agar oldindan shu mahallangizdan oilaviy tadbirkorlik yo'nalishi bo'yicha kredit olgansiz yoki bo'lmasa bankdan farqi yo'q, ya massaga olib turibdilar, chorvachilik deb turibdi. Shu kreditni olib yoqqan bo'lsangiz, yangidan korxona tashlashingiz ham kredit berishingiz mumkin. Faqat shu sharti bor. Oilaviy tadbirkorlikdan qabul kredit olib, o'zini vaqtida so'ndirib olishingiz kerak. Bu fakat yuridik şahslara verilen kredi. Şimdi bir de üzerimizi cismani şahslara verilen kreditlerimizden var. 50 milyon so'mgacha mahalla loyihasi, 17 milyon so'mgacha bizga ko'mak, bizga qadam degan kreditlarimiz var. Belam bular o'zi asli 25%dan beriladi. 5 yilga 2 yillik imtiyoz davri bilan 50 milyon so'mgacha kafillik bilan beriladi. Kafillik deganingiz ishida odam kafil bo'lishi kerak, oylik olgan odam kredit oluvchi işsiz bo'lishi kerak. Oxirgi 2 oyda daromadi ega bo'lgan bo'lsa, u o'zini band qilgan holda kredit berishingiz mumkin. Lekin kafilingizni kreditni qarz yukidan oshgan qismi kamida 4800 atrofida qarz yukidan ziyod bo'lishi kerak. Bu yerda endi bir dona kafil emas, 2 kafil qilsangiz ham bo'ladi. Agar oylik yetmasa. Keyingisi bizga ko'mak 17 million so'mgacha kreditimiz u sug'urta bilan ham beriladi. Kafil bo'lish shart emas unda. Sug'urta to'lovi chiqadi shu 4 yilga 6 oy imtiyoz davri bilan 25%dan beriladi. Faqat 6 oylik imtiyoz davri bo'lganda sug'urta to'lovi chiqadi. Buni kafillik shart emas. 5 million so'masa bizga birinchi qadam bor, u sug'urta bilan bemalol yoki kafillik bilan desangiz ham undan uzat bo'ladi mumkin. Endi 25%dan shuni aytacakman. 25%dan faqat bu yerda 2025-yil martda biz uchun sonli qaror yana chiqdi. Qo'shimcha oila va xotin qizlarni qo'llab-quvvatlash tizimini takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida bu yerda o'zgarish bo'ldi. Faqat bir dona bizlarga taalluqli yeri ana shu 20% 312 sonli qaror asosida kreditimizni 2% pasaytiriladi. Faqat ayol kishi bo'lsa rahbari yoki ta'sischisi korxona. Ana bu bergi mahalla loyihasi ham o'zi 25%dan, agar shuni ayol kishi olgan bo'lsa 23%da 2% pasaytirib beriladi ish qarori asosida. Agar erkak kishi bo'lgan bo'lsa shu 25%, barcha yuridik shaxslar beriladigan 20% bo'lgan bo'lsa, bu ayol kishi qatnashadigan bo'lsa shu rahbariyat ta'sisini 2% pasaytiriladi. Hamma kreditimiz shu. Keyin Bedazi yaqinda yana 60 sonli qaror asosan yoshlarni qo'llab-quvvatlash maqsadida dasturiy kreditlarimiz boshlandi. Benim şu teminat 100 milyon so'mgacha kafillik bilan uni oshgan qismini teminat bilan belgiladi. Mesela 500 milliard eng maksimumu 5 milliard 2,5 milliard so'mgacha berishimiz mumkin ekan eng ko'pi. Mana 5 yilga 60 oy deydi, 60 oyga 1 yillik imtiyoz davri bilan beriladi. Bu yerda faqat bir dona sharti yosh bo'lishi kerak, 30 yoshga to'lmagan, 30 yoshni to'ldirmagan bo'lishi kerak. 29 yaşacha degandim, 29 yoshda bo'lsa, ana shu bemalol 18 yoshga to'lgan, 30 yoshdan oshmagan kishilarga beriladi bu yoshlar bo'yicha. Mana shu yo'nalish bo'yicha masalan sattarishxona xizmat ko'rsatish, pulli xizmat ko'rsatishlar qiladimi yoki bo'lmasa telefon ustalarini qilib o'tiribdi yoshlar, shular ham bemalol shu narsani jihozlash uchun beramiz do'konlarga, shu mebelni qilamiz, yo bo'lmasa televizor qo'yamiz, konsertni qo'yamiz.
Nav koysa üstünlerine beşiniz mümkün bemalım. Fakat kuruluş kısmına da alt bomili kuruluşu özü tüyelden ya icarede oturan olsam bemalım. Önce hazır üstün beşiniz mümkün. Eğer qo'shimcha istediğinde teklifleriniz bo'lsa, savollarınız bo'lsa, yazıp basan, mahalla bilan familiya adınızı qaysi kreditdan sizlarga ehtiyojingiz bor. Bu faqat o'z bilasizlar, dasturiy kreditlarimiz foizi sal pastroq bo'ladi. Bir dana sharti yangina ish o'rnini yaratish, ya'ni o'zini band qilgan holda oilasini qo'shimcha daromad keltirish maqsadida. Jismoniy shaxslar faqat klassifikatsiya beriladi. Klassifikatsiya o'zingiz nomingizda klassifikatsiya ochiladigan va ana hech qanday to'lov yo'q, lekin karta tuzib beriladi. Naqd ko'rinishda bo'ladi. Orada lekin faqat 312 sonli yuridik shaxslarga beriladigan kreditlarimiz faqat pul o'tkazish yo'li bilan beriladi. Ana shu hozirgi munosabatlaringizda shartnoma tuzib berasizlar, o'z elektron informatsiyangizni biladi. Şu bilan bemalol bunlarni berishingiz mumkin. Lekin shu shartnomada ko'rsatilgan vajda ikki qo'yasiz, monitoring qilib ko'riladi. Bu plastik to'satlarlarda ham bu naqd ko'rinishda maqsadsangiz maqsadli, ma'lumotlarni chorva desang, chorvani ertaga monitoring davlatlarga qo'shilishi kerak. Chorva ham kichik qo'lni qatlam turmagingizni juda begal qilish uchun beriladi. Esa savollarınız bo'lsa, siz mahallangiz bilan olib kelganingizni aytsangiz, telefoningizni yozib olsam, keyin ijobiy qarashga harakat etamiz, bo'lmi? Aytaymi? Evvelden tedbirkarlığımız evvelden açılgan mı ya ki yangi açılgan. Şunda evvelden alev tedbirkarlıktan kredit alıp yaptığım olsanızda vaktinde maksat iş ettiğim olsanızda hiç kendi meselesi derler. Rahmet yangi mi? Fazla rahbar olan biznesin yönetici maksatında aylanma mağlublar açıklanıyor. Yarım yıl oldu. Fakat faizden garantırak eğer teminatsız 26%'dan verildiğinde teminatsız olsa yine 8%'dan verilir. Eğer evvelden işte kullanılırsa hiç kendine risk verilir. Rahmet yine kim olur? İsmail Baba, mezburaman çarpı, mevcut Asya mahallesinden geldi. Muhaca geldi, ellerini okuydu. Hepiniz bakmayın. Hepiniz olsa hiç kanalım mesela siz eğer işlem yapmazsanız, aile düşünmeyen olsanız katılma görevleriyle katılımda normal çıksa, ahırda hikayede aile düşünmeyen olsa sen böyle mesela yine aile. Sarıya kanıtlama, hayra bakma. Elde bunu özellikle çağırsın. Hayra bakma kadarlarının tepki var. Bunu gösteren şu azıcık ekranlı hikayenin mesela hepiniz doğru gelse işlemeyen olsanız izleniz böyle. Neydi o? Mesela qo'shimcha yana ana tekliflaringiz bo'lsa, bizlarda 16 mahallalarımızda biriktirganmiz, bu yerda agentlarimiz ham bor, bankda 5 ta mahalla bankiri bor, mahalla bank bo'limi bor. Shu kreditlar bilan mana bo'lmasa sifatida xohlagan vaqtingizda borishga ko'rsangiz mumkin.